Erlar degradatsiyasi. Akrom Malik. Bundan 10 yil, ya'ni 2015-yili Er-Yigit degan sahifa ochgandim Facebookda. Ziyolilar, ustozlar qo'llovi bilan tezda ommalashgan edi. Chunki millatni, xalqni, vatanni, davlatni, yurtni faqat erkaklar, erlar, er-yigitlar himoya qila olishini, oyoqqa qo'yishini, ulug'lashini juda ham chuqur anglagandim. Alloh rahmat qilsin. Azim Suyun yozganidek, qaysi yurtda chinakam botir bo'lsa yigitlar, o'shal yurtning ellari yovlarga qul bo'lmagay. Bu haqiqatni oltin bilan ham yozsak ham. Bu so'zni yodlab, har kuni 1001 marta takrorlab yurish kerak. Takrorlangan so'z qalbga singadi. Qalbga singib, sizni harakatga keltiruvchi kuchga aylanadi. Feminizm va gender tengligi. Shu kabi bir qancha gap so'zlar bu baytdagi g'oya oldida mudhish bir tubanlikka qulaydi. O'quvchi bolalarga atlas kiydirishgani rasmi tarqaldi. Agar bolamni maktabdan haydab yuborib, o'zimni jazolasalar ham inshaalloh bunday kiyimni kiydirmas edim, dedim ichimda. 2000-yildan keyingilar, 2005-yildan keyingilarning ahvolini bilasizlarmi? Shu vaqtda tug'ilganlar haqida aytayapman. Maktabda ustozini urgan, yigit talashib, bir-birini vahshiylarcha yulgan qizlar haqida videolarni ko'rib turibsizlarmi? Shu yoshdagi bolalar, o'smir o'g'illarning sezilarli darajada noziklashayotgani sezilyaptimi sizlarga ham? Yigitman deganlarning pardozga vaqt ajratishi, tor kiyinib, o'zini oshkora ko'zlashi ommalashib ketmayaptimi? Turli vayinlardagi xizm tabiat aktyorlarning jilpillashichi. Azim Suyun bobo, siz nimalarni yozgan edingiz-a? Qaysi yurtda chinakam botir bo'lsa yigitlar? Botirlar qani? Tog'ni ursa talqon qiladigan o'g'lonlar qani? Sha'niga tekkanni g'ijimlab tashlaydigan er-yigitlar qani birodarlar? Onasi, singlisi, opasining nomi, iffatini himoya qiladigan erkaklar qayerda qoldi do'stlar? 50-60 ga kirgan yoshi katta erkak odamlarning ham yosh ko'ringisi qistab o'ziga oro berishlarini kuzatayapsizlarmi? Kallalariga soch ektiryapti, basharasining g'ijimlarini yoydiryapti va hokazo. Bu voqeliklar ortida mudhish va mudhish ma'naviy chirish turibdi. Shubhasiz. Ma'rifat, ilm, e'tiqod, din insoniylik tarbiyasidan mahrum qolgan yoki qoldirilgan avlodning bo'm-bo'sh miyasi, bo'm-bo'sh qalbi. Gap er-yigitlar haqida ketyapti, taqsirlar. Yana ko'ryapsizmi shuni? Aksar o'g'illarda kesib gapirish yo'q. Dag'allik, qattiqqo'llik, chidam yo'q. Davralarni to'ldirib jilpanglash o'ta odatiy bo'lib qoldi. Nazarimda normal erkak uchun bu jirkanch bir manzaradir. Ammo bu haqiqatni anglash uchun ham qalbda, aqlda ma'rifat, ilm, tarbiya bo'lmog'i kerak. Butun xalqni raqqosga aylantirib topgan pulini shilishga shay artistlar lashkari ham javlon urib ishlamoqda. Kundan kun ko'paymoqda. Yana Azim Suyun boboning gapiga qaytamiz. Bosh kesilsa yoronlar, sochga motam tutilmas. Hazrat shoirim, boshimiz kesilib ketgan allaqachon, biz esa soch uchun motam tutib o'tiribmiz.
Qon qusilsa yoronlar ichga suvdek yutilmas. Qon yutib yotibmiz azim suyun bobo. Ammo yutayotganimiz qon, berayotganimiz jon ekanligidan umuman xabarimiz yo'q. Yana xorijga chiqib xalqqa qarab o'layotgan shoqollar bor. Bu peslarning gapiga quloq solib, shularning gapi bilan tutum topayotgan ayrimlarni ko'rib, faqat va faqat hayratga cho'kamiz. Yurtdan tashqari chiqib, demokrat atalmish Triboli qalpog'ini yozuvchi Sherzod Ortiqovdan oldin bu gapni biroz o'zgartirib, Triboli qalpog'ini, ya'ni Bani Isroil qavmi ishlab chiqargan rangdor masxaraboz qalpog'ini kiygan nojinslar odam o'rniga o'tadimi axir? Hamma o'ylashi kerak bo'lgan jiddiy masala. Millatning o'g'il bolalari degradatsiyaga uchrash bosqichiga kiryapti. Hamma aqli solim va aqli raso insonlar birgalashib masalani hal qilish kerak. Bolalarimizni jismonan chiniqtirib, haqiqiy er-yigit qanday bo'lishini o'rgataylik. Er-yigit tarbiyasi degan alohida fan joriy etaylik maktablarda. Qizlar alohida masala. Zotan erlar tarbiya topsa xotinlarning o'zi tuzalib qoladi. Qo'rqmaslikni, qaytmaslikni, bir so'zlilikni, shiddatni, hikmatni, mehnatni, kurashni o'rgataylik o'g'illarimizga. Qutqaraylik ularni ijtimoiy qarmoqlardan. Bu masalani davlat miqyosiga ko'tarish va tezda kechiktirmay hal qilib chiqmoq kerak. Fizika, matematika, kimyo va shu kabilarni hamma ham o'qiy oladi. Bu fanlar egalari hamisha topiladi va yerda qolmaydi bu ilmlar. O'qiy olmasa ham inson hayotda yashayveradi, nasl nasab davom etaveradi. Ammo er-yigitlar tarbiyasi bo'lmasa, nasl nasab bo'lmaydi, hayot bo'lmaydi. Biz yo'q bo'lib ketamiz. Xudo saqlasin. Yuqoridagi maqolani yozdik. Masala dolzarb. O'zimiz ushbu kanalni ochishga qaror qildik. Vazifamiz birinchi, ota va bobolarimizning er-yigitlar tarbiyasidagi tajribalarini o'rganish. Ikkinchi, bu tajribalarni yig'ib, yozib, nasihat uslubida bayon qilish. Uchinchi, bu o'gitlarga imkon qadar ixlos bilan amal qilish. Maqsadimiz birinchi, matonatli, qat'iyatli, yomon axloqlardan xoli, yaxshi axloqqa ega inson bo'lish, mard bo'lib yashash. Ikkinchi, o'g'illarimizning yetuk xulqli, bir so'zli, oriyatli, kuchli, iymonli qilib tarbiyalash. Ya'ni Najmiddin Kubro, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Muhammad Shayboniy kabi ulug' zotlarning munosib avlodi qilib yetishtirish. Mavzularimiz: birinchi, ichki olamga oid fazilatlar tarbiyasi va illatlar muolajasi. Ikkinchi, jismoniy salomatlikka oid to'g'ri ishlarga da'vat va tavsiyalar. Uchinchi, tarixiy voqealar va hikoyalardan ibratlar. To'rtinchi, hayotiy misollar va ulardan kerakli xulosalar. Aziz do'stlar, duo qiling, qalbingizdan xayrixoh bo'ling. Parvardigor bizga madad bersin. To'g'ri so'zlarni ayttir, Xudovondi Karim. So'zlarimizga ixlos ila amal qilishga madad ber, Robbim. Bizni to'g'ri yo'lda yurganlar izidan yurgiz. Bu yo'ldan chiqarib yuborma, Allohim. Ijtimoiy tarmoq ijtimoiy qarmoq bo'lib qolmasligi uchun obunalarni keskin kamaytiring. Faqat eng muhim, jiddiy, savodli odamlarni kuzating. Eng zarur odamlar raqamlarini telefonda saqlang. Kerakli odamlar bilan kerakli gaplarni gaplashing. Hamma narsadan xabardor bo'lishga intilmang.
hamma narsa haqida gapirishga urinmang. Hammaga yoqaman deb maqsad qilmang. Hamma bilan tanish bo'lishga tirishmang. Shunda aqlingiz maydalanmaydi, telefon nomli qurol sizni o'ldirmaydi. Ijtimoiy tarmoq ismli qarol sizni minib olmaydi, balki sizga xizmat qiladi, manfaat keltiradi.